Bo'pti. Baxtiga telefon qilaman, borib qo'yadi biz mehmonxonaga. Voy, qaysi bet bilan telefon qilasan? Nima qilibdi og'aynim-u? Baxti, yaxshimisan? To'g'ri aytasiz. Haqiqiy boyligini kaliti shu shukr bilan sabr ekan aka. Baxtiyor, Shunaqa. aqlli gaplar gapirib charchab ketmadingmi? Realniy mashg'ulotlarni yoqtirmayman. Shu hozir talabalik davrlarimizni eslading-ku? O'sha vaqtdan beri yoqtirmayman. Yana bitta sababi ham bor-da. Insta ham hamma o'qituvchilar bir xil seni yaxshi ko'rardi. Keyin ishga kirgan bo'lsang, qattiq ishlasang ham boshliqlar ham zo'r derdi seni. Ha Endi odam hamma bilan bir xil zo'r bo'la olmaydi endi. Men necha marta yaxshilab izlab topdim sababini. Odam yo lagan bo'ladi yo paxta qo'yadi. Shunaqa sabab bo'ladi-da. Keyin yoqtirmaydigan boshqa sabablar ham bor-da. Shuncha yil o'qiding, ishlading davlat tashkilotida. Endi hozir qilib yurgan ishingni qara. Instagramdagi blogerlarga o'xshab nimadir videolar qilib yuribsan. Insta film deysan-a? Instagramga kino olib yuribsan. Kim Instagramga kino oladi? Ha, gap yo'q, sifatli qilasan. Lekin nima kerak? O'zingga yarashadigan ish qilgan. Shuncha video olguncha katta bitta kino olib qo'ysang bo'lardi. Biz kimmiz? Hammamiz oliy ma'lumotli rejissyormiz. Na bir reklama qilasan Instagramda ishlaganingga yarashadi, lekin normalniy sifat uchun pul sarflaysan. Qayerdan olasan shuncha pullarni? Chet ellarga chiqasan masalan. Mashina olgansan yaqinda, almashtirding, olmading, almashtirding. Uy olding to'g'ri mana lekin. Shuni hammasi nima bilan? Pul bilan bo'ladimi? Zafar. Pul qayerdan keladi? Menga o'xshab chesni bo'lganingda ko'rardim ahvolingni. Senda unaqa emas. Unaqa bo'lmaydi-yu realniy hayotda. Ishlasang menga o'xshab, toza ishlasang bo'lmaydimi? Ko'rgan odamda normalniy odam ekan, normalniy ish qilar ekan demaydimi? Yarashmaydigan ishlar qilib yuribsan-da. Ha? Jinnimisanmi deyapsan? Namuncha turturasan, rostini aytayapman-da. Men seni yoqtirmayman. Realniy seni yomon ko'raman. Yoningdagi bolalarni mana tushunchasi yo'q hech qaysini, rahmim keladi. Kecha gap shu, xafa bo'lma tag'in. Men shundoq hisobni olib kelay. Bekor qilma. To'g'risidir. Zavarbek, sizga hadya. Aka, bu sizga. Kamchiliklarga rozi bo'linglar. Aka, mehmondorchilikka katta rahmat. Andijonga borsangiz o'zim xizmatda bo'laman. Xo'p. Bo'pti, Rahmat. Zafar. Ey Xudoyim, yaxshiyam qalbimdagini o'zing bilib turibsan. Niyatimni ham bilasan. Hammamizni o'zing isloh qilgin.